1915-yildagi kirka. Ya'ni bu kirka 200 ming so'm ekan narxi. Endi qaranglar, tosh. Gantel deydimi? Bu gantel tosh. Nikolay otasidagi tosh ekan. Ya'ni Nikolay I otasining rasmi va hamda o'zining rasmi bor. Buni narxi $500 ekan. Endi qaranglar. Bu xo'jalik uchun ishlatiladigan idish ekan. O'sha 4-asr, 5-asrlarda ekan, lekin narxlari misol uchun mana bunisi $400 dedilar. Islomdan oldin ekan. Qatdan topdinglar desam, bu toshni именно shu o'zimizdan Qamchi perivalda qor ko'chganda shu toshlar sal chiqib qolgani uchun o'zligi ko'lab chiqarishgan ekan. Endi ko'ryapsizlar, bulari $70 dan ekan. Endi bularning o'zi umuman nimaga ishlatishgan bilmayman, lekin musulmonchilikdan oldingi paytdagi ko'zalar deydimi? Bular $70-80 ekan, mana bunisi imini $400 ekan. Endi qaranglar. Mana bular o'sha bizdan Qashqadaryodan topishgan ekan, imini 600-700 yil ilgari o'yinchoqlar bo'lgan, bolalar o'ynashgan. Bularni ham xuddi shunaqa Qashqadaryodan topishgan ekan, mana bulari ham. Bunisi esa Buxorodan kelgan ekan, bir 200-300 yil atrofida, Alloh alam yana bilmayman-ku. Qaranglar, Waldman bu bir 50-yil, 60-yillik saksofon ekan. Endi qaranglar, agarda sizlarga qiziq bo'lsa, ya'ni antikvarniy narsalar qiziq bo'lsa, men nomerlarni pastda qoldiraman. Bemalol pastga nomerga telefon qilib ulgurib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.